metan, propan o'rnatamiz aksiya narxlarda. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugungi mashinalarimiz Gentra mashinasini olib qo'yganmiz. Bunga 90 talik metan joylab berdik. Akkuratli qilib polobrod kranklari bilan tagini kesmaydigan o'zini zavodskiy polklarni kesib joylab berdik. Oldi qismiga 4-pokoleniya original jihozlarda stanovka qilib berdik. Bu mashinamizga qo'ygan zapchastlarimiz Adax original reduktori, italyanskiy Real farsunka, Eurozaporochniy, Yevropa gazi Basiko 24/4 blok upravleniyasidan foydalanganmiz. Hozir kompyuter ishlari ketyapti. Bu tomonimizda Cobalt mashinamizga ham 90 talik metan joylab beryapmiz. Ustanovka jarayoni ketmoqda. Mana balonimizda 90 talik yangi upakovka balonni hozir kraynigini qotirib mashinaga joylab beramiz. Chanalari ham avvalgi chanalardan tagini kesmaydigan qilib chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Bu mashinamizga ham original jihozlarda ustanovka jarayoni ketyapti. Reduktorimiz Adax original reduktori. Blok upravleniya Yevropa gazli Basiko 24/4 miyasidan foydalanganmiz. Farsunkasi Real italyanskiy farsunkadan foydalanyapmiz. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.